chekkaga bo'lingan. Hozir chekkaga bo'lingan. Bitta bu tarafda bu mahallaning ayollari, bu esa uzoq yaqindan kelib ishlaydigan insonlar. Bu yoq bizni partiya, bu yoq местный. Yo'lovchilarga beraman. Akalarimizga ham. Keling, ro'zadorlar, to'xtang. Insonni og'iz ochganda esab qo'yasiz, akalarga bermabsiz-ku. O'zingiz berasiz, bilaman, bu yoqqa ham bering, qarang. Gap berishadi sizga. Sizga ro'zalaringiz qabul bo'lsin, opajon. Kelishgan holda mana ehsonlar tarqatyapmiz. Qo'ldan kelgancha albatta niyatni to'g'ri qilsak, bundanda katta ehsonlarni tarqatishlikka Allohim yengil qiladi, yetishtiradi deb o'ylayman. To'g'risi gapim kelmay qoldi. Xudo xohlasa bundan ham zo'r ehsonlarni qilamiz hammasiga. Oxirigacha boramiz endi. Yo'lovchilarga, bu yerda o'tirgan hamma ehsonlarga ehsonligimizni tarqatyapmiz. Yo'lovchilar ham qolmadi. Xudo xohlasa kechki payt iftorlikda yana ham ko'pgina ehsonlar tarqatiladi. Kelarga insonlar bemalol savdoni qilib, shular ehsonimizni olib, og'izlarini ochib, juda duo qilib ko'rsa bo'laveradi. Aysabek, oldiman. Amin, Allohu akbar, rahmat. Allah sabr bersin.